Muzli ovqat sog'inganlar bormi? Men qaranglar. Wow, bu safar boshqachasini zakaz qildim. Bu safar ichida yozda yeyiladigan kimchi bor. Wow. Buzi ozgina erib ketibdi bu safar. Ko'cha 28 gradus issiq. Koreyada juda ham issiq bugun. Voy. Bu anaqasi menimcha grechkadan tayyorlangan. Nima deydi buni? Vermishel deydimi, nima deydi? Qani bismillah. Muzli ovqat va shemazada. Yozda kadislar rosa ham ko'p yeydi. O'zbekistonda muzli ayron ichsak, Koreyada muzli ovqat yeyishadi. Eshitdinglarmi? Meksikadagi bitta taniqli influenserda o'ldirib ketishibdi. Atigi 23 yoshida. Qiz bola. Kim o'ldiribdi deysizlarmi? Yaqin dugonasi o'ldiribdi. Nimaga menda shunaqa videolar chiqyapti? Yaqin dugona sotib ketadi, yaqin dugona xiyonat qilib ketadi, yaqin dugona o'ldirib ketadi, yaqin dugona unaqa qilib ketadi. Qiz bolalar bilan qiz bolalarning do'stligiga ishonasizlarmi? Men ishonmayman.